Assalomu alaykum, hurmatli Qonun 101 kanal kuzatuvchilari. Bugun O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 19-bobining 2-qismiga keldik, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti vakolatlari. Demak, 109-moddamizda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti fuqarolarning huquq va erkinliklariga, respublikamizning konstitutsiyasi va qonunlariga rioya etilishining, respublika suvereniteti, xavfsizligi, hududiy yaxlitligini kafilidir. Hamda mamlakat ichkarisida va xalqaro munosabatlarda O'zbekiston Respublikasi nomidan ish ko'radi. Hamda mas'ul muzokaralar olib boradi, respublikaning shartnoma va bitimlarini imzolaydi. Respublika tomonidan tuzilgan shartnomalar, bitimlarga va uningga asos qabul qilingan majburiyatlarga rioya etilishini ta'minlaydi. Respublikaning chet davlatlardagi hamda xalqaro tashkilotlar huzuridagi diplomatik hamda boshqa vakolatxonalar rahbarlarini tayinlash uchun nomzodlarni Oliy Majlisning Senatiga taqdim etadi. Respublika xalqiga hamda Oliy Majlisga mamlakat ichki va tashqi siyosatni amalga oshirish uchun eng muhim masalalar yuzasidan murojaat qilish huquqiga ega. Hamda vazirlik va boshqa respublika ijro etish hokimiyat organlarini tuzadi hamda tugatadi. Shu masalalarga doir farmoyishni keyinchalik O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati tasdig'iga kiritadi. Hamda Oliy Majlis Senati raisi lavozimiga saylash uchun nomzodlarni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatiga taqdim etadi. Respublikamizning bosh vazirini, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi a'zolarini hamda Oliy Majlisning Qonunchilik palatasi ma'qullagandan keyin lavozimga tayinlaydi hamda lavozimdan ozod etadi. Qo'mitalar, agentliklar va boshqa respublika davlat organlari rahbarlarini qonunchilikka muvofiq lavozimga tayinlaydi va lavozimdan ozod etadi. Respublika bosh prokurorini, O'zbekiston Respublikasi Hisob palata raisini Oliy Majlis Senat ma'qullagandan keyin lavozimga tayinlaydi va lavozimdan ozod etadi. Hamda Oliy Majlis Senati bilan maslahatlashuvlardan keyin Davlat xavfsizlik xizmati raisini lavozimga tayinlaydi va lavozimdan ozod etadi. Oliy Majlis Senatiga O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi, Oliy sudi hamda Sudyalar Oliy Kengashi tarkibiga nomzodlarni, shuningdek, Respublika Markaziy bank boshqaruvining raisi, Respublika korrupsiyaga qarshi kurash organ rahbari hamda monopoliyaga qarshi kurash organlar rahbarlarini nomzodlarini taqdim etadi. Respublika Sudyalar Oliy Kengashi taqdimiga binoan viloyatlar, Toshkent shahar sudyalari raislarini va rais o'rinbosarlarini Respublika harbiy sudi raisini tayinlash va lavozimdan ozod etadi. Shu bilan birgalikda respublika ijro etish hokimiyat organlarining va hokimiyatning hujjatlarini to'xtatadi, bekor qiladi va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi majlislarida raislik qilishga haqli hamda respublika qonunlarini imzolaydi va e'lon qilinadi. Qonunni o'z e'tirozi bilan takroran muhokama qilish hamda ovozga qo'yish uchun Oliy Majlisga qaytarishga haqli. O'zbekiston Respublikasiga hujum qilinganda yoki tajovuzdan bir-birini mudofaa qilish yuzasidan tuzilgan shartnoma majburiyatlarini bajarish zaruratini, urush holati hamda umumiy va qisman safarbarlik e'lon qilish hamda qabul qilingan qaror 3 kun ichida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis palatasiga tasdig'iga kiritish. Amnistiya to'g'risida hujjatlarni qabul qilish haqida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatiga taqdimnomalar kiritadi. Respublikaning sudyalar tomonidan qabul qilingan shaxslarni afv etadi. Hamda prezident huzuridagi xavfsizlik kengashini tuzadi, unga boshchilik qiladi. O'z vakolatlari amalga oshirishni ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezident administratsiyasi, shuningdek, prezident huzuridagi maslahat kengash organlarini va boshqa organlarni shakllantiradi. Ushbu konstitutsiya va qonunlarda nazarda tutilgan boshqa vakolatlarni amalga oshiradi. Prezidentimiz hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti o'z vakolatlarini bajarish davlat organlari yoki mansabdor shaxslarga topshirishga haqli emas. Shu bilan bugungi videorolikimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.